men zapaskani qanday qotirish sizga ko'rsatib o'taman. Birinchi o'rinda o'zim zapaskani temirni chiqarib beqopga. Men boltini birinchi qotirib olasiz bu joyga. Buni qotirganingizdan keyin ahamiyat berib qo'yasiz. Bu mahkam qo'l bilan qotirsangiz ham o'zi bo'ladi. Bundan keyin hamma kirishkasi bo'ladi. Shuning uchun Belarusga kirishga qo'ying deyman, balon qo'ying. Belarusning balon kirishkasi ham temir ko'rinishda bo'ladi. Olib keling bu yoqqa. Qotirasiz. Hop. Aramni qolasiz, ko'rasizmi joyda. Tak, ishladingiz. Bitta atverka kerak bo'ladi sizga. Ana. Bu qotdi, moshni bo'ldi-da. Shundan keyin siz zapaskani ushlaysiz. Faqatgina teskarisiga qo'yasiz. Mana shu ishga kirgizasiz zapaskani. Kirgizasiz, to'g'rimi? Kirgizgandan keyin mana bu narsasi bor, zavodskiy narsasi. Shuni ushlaysiz. Moshni qotdi, to'g'rimi? Bo'ldi. Boshqa hech qimirlamaydi. Endi ozgina qimirlashi mumkin, uni qattiq qotirsangiz mana uni o'ldirib qo'yasiz-da. Xo'p, mana buni qo'yasiz. Buni qo'ygandan keyin damkratlarda. Ya'ni shu o'tirgizganingiz plotni o'tiraman. Iloji bo'lsa, mana bu joyga ikkita zajin kameraga olib kelingda. Mana bu joyga ikkita zajin tortib qo'ysangiz bo'ladi. Atak tortmasangiz ham o'zi liq qilmaydi. Chunki mana bu joyda, ya'ni o'zini mana gubkasi bo'ladi. Bu holat bo'lgandan keyin xolos mana zajinni tortib qo'ying. Endi hozirchalikka, keyinchalik agar olamaydigan zajinni uzish kerak. Shuning uchun biz tortmadik. Buni qo'yib bo'lganingizdan keyin mana bu polka bo'ladi. Uzoqdan olib keling. Mana polkani shunday yopasiz. Xudo xolasa, mana cho'tki zavod holatda ish yig'ildi. Shuning uchun sizga qayta aytaman, siz obuna bo'ling. Bunga o'xshash ma'lumotlarni 100% sizga berib o'tamiz. Ya'ni sizga agar propan yoki metan ustonovka xizmati ham kerak bo'lsa, bemalol o'zingizga murojaat qilishingiz mumkin. Yaqinroq kelingda. 3-30 talikda ham xuddi mana shu holatda bo'ladi. Mana shuni ko'tarib turib, yaqinroq keling. Pastroq. Mana ahamiyat berib qo'yasiz, 47 talik ballonni ustidan qotirib berdik. Xuddi mana shu holatda turadi. Siz obuna bo'ling. Sizga gazga taalluqli bo'lgan ma'lumotlar to'liq video obzor davomida aytib o'tishga harakat qilamiz. Vaqtimizga qarab bu videoni trekkerchilarga yuborib qo'ying. Agar propan yoki metan xizmati kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilib kelishlaringiz mumkin.